Dubay Instagramda ideal ko'rinadi, lekin ko'pchilik ko'rmaydigan tomoni ham bor. Har kuni millionlab odamlar Dubaydagi hashamatni ko'radi. Lamborghini, qirg'oq bo'yidagi mehmonxonalar, cheksiz basseynlar. Lekin real hayot butunlay boshqacha. Birinchidan, fake luxury. Dubaydagi loyihalarning katta qismi bu qarz ustiga qurilgan dunyo. Odamlar superkar ijaraga oladi, hashamatli mehmonxonalarda bir kecha uchun oylik maoshini to'laydi. Faqat Instagram uchun. Ikkinchidan, migrantlar muammosi. Dubay aholisini 90% migrantlar. Ular 12-14 soat jazirama quyoshda ishlaydi. Oyliga $200-300. Hech qanaqa huquqi yo'q. Pasportini ish beruvchi olib qo'yadi. Qonunlar ularni himoya qilmaydi. Uchinchidan, qarz va kredit madaniyati. Ko'p odamlar Dubayda boy ko'rinish uchun kreditga botadi. Kichik kechikich va siz qamoqxonadasiz. Dubayda qarz uchun qamoq jazosi bor. Va albatta eskort industriya haqida ham ko'p mishmishlar va muhokamalar bor. Dubai nightlife va luxury image sabab bu mavzu bilan tez-tez bog'lanadi. Ha, u yoqda bunaqa xizmatlar mavjud. Ba'zilarning aytishicha, bu industriya yiliga milliardlab dollar aylantiradi. Agar shu yergacha qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, aks holda boshqa ko'rishmasligimiz mumkin. Va sizga savol, Dubay bu siz ko'rgan suratmi yoki qarz, sun'iylik va yashirin muammolar ustiga qurilgan dunyomi? Fikringizni izohda yozib qoldiring.